Gilam savdosida xaridorlarga sotayotganda eng ko'p xaridorlarni qiynaydigan, qaysidir ma'noda sotuvchi tomonidan ishlatiladigan yolg'on so'zlar qaysilar bo'lishi mumkin? Masalan, ko'pchilik bilmaydi, bozorga boradi, u joy, bu joy bilmaydi, lekin o'sha so'zlardan tutilib qolishi mumkin-da. Bo'ladi bunaqa voqealar bo'ladi. Ko'pincha taro masalasi, gilamda taro deyiladi. Taro masalasida, masalan, deylik, mana shu gilam Turkiyani premium gilami. 1000 taro deymiz. 1000 taro 2 million point. Lekin buni men asosan buni o'zim tanlab buni aytganman, buyurtma berganman. 1 kvadrat metri salkam 3,5 kilo buni. Bu degani eng og'ir mahsulot ko'p ishlatilgan. Juda ham bejirim qilingan, materiali viskoz akrildan ishlatilgan. Masalan, mana shu gilamni sifati ham, aka, narxi ham zo'r. Endi sizga savol. Odamlar nima uchun o'ziga, uyiga shunaqa zo'r, ya'ni qimmat narxdagi gilamlarni, sifati yaxshi bo'lgan gilamlarni olish kerak? Nima, oddiyroqni olsa bo'lmaydimi? Endi oddiyrog'ini, masalan, uy interyeringiz, deylik, neoklassika yoki klassika. O'shanga qarab, masalan, gilam tanlaysiz. Kimnidir uyiga qimmat gilam, mana shu gilam deylik, zo'r tushadi. Endi arzon gilam solsangiz, baribir bilinib qoladi. Farqi bo'ladi. Arzon bilan qimmatni solganingizda farqi bo'ladi. Bu boshqacha bagati ko'rinadi, anunisi sal mundoroq ko'rinadi. Hamma ham uyiga yaxshi narsani xohlaydi. Mijoz kelganda baribir yaxshi o'rganganingizdan keyin uni didiga qarab gilam tanlab berasizmi yoki o'zingizdagi yuqori narxdagi qimmatroq gilamlarni tavsiya qilasizmi? Yo'q, asosan baribir klientni didi muhim o'zi. O'zi klient bilan suhbat qilayotganingizda bir ikkita gilam ko'rsatganingizdan keyin ma'lum bo'ladi. Masalan, keling, men ko'rsataman. Men har doim yaxshisini taklif qilaman mijozlarimga. Men yaxshi sifatligini bersam, 10 yildan keyin deylik yoki 5 yildan keyin menga kelishsin. O'shaning uchun yaxshi narsa taklif qilaman. Masalan, bu Eron. Eron ancha yil xizmat qiladi. Xohlagan stirkaga berishadi, yuvib mazza ishlatishadi. Yaxshi narsa tavsiya qilaman har doim klientlarimga. Endi o'zimda borini mashina oling, mashina sotib olish uchun emas, unaqa narsa yo'q. Uyga tushsin, mijozimga ma'qul bo'lsin, rozi bo'lsin, shu gilamni olsin. Xo'p, shuni oladigan bo'lsa, shu mijozi uyiga qancha yil o'rtacha xizmat qiladi? Deylik, shu gilamni olsa, men bu fabrika bilan 10 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, o'sha sotgan mijozlarim yana kelib olishyapti shu gilamdan. Hali tiq etgani yo'q, stirkadan yaxshi chiqyapti, mazza qilib ishlatishyapti. Shu gilamni tavsiya qilaman. Bir endi deylik 20 yil, 25 yil xizmat qilib beradi. Yana olishayotgani bu har gilamni o'rniga olishayotgani yo'q, o'rtoqlar. Yana boshqa uylar solishyapti, yangi mehmonlarga borishganda hadya o'laroq olib ketishayotganligini nazarda tutyaptilar.